Ey Shahri, qandaysan? Yaxshisan? Qanday, yaxshisan? Men o'zi Koreyaga ketyapman. Men o'zi aeroportdaman. Sen yuraver, test pesingni qilib, elchixona boshqa narsa qilib. Akalar olib ketyapti. Soqqasini ber, ket, jo'ra. Aka meni Koreyada kim so'radi? Kim Hanso. Meni Kim Hansoni o'zi chaqiryapti, prekin. Meni Koreys, akani o'zi Koreys. Asana ya. Aka deyman, til bilmayman, lekin olib ketishyapti. Sen yuraver. Bobur, faqat jo'ra ehtiyot bo'l, yana aldanib qolma, xo'p? To'g'ri, jo'ra. Yigit kishi bir marta adashadim. O'sha Rossiya menga saboq bo'ldi, lekin men shunday kelay Koreyadan 1000 ta, 2000 talab qo'yib boqaman, jo'ra. Ota-onamning yuzini ko'kka ko'rsataman. Sen yuraver, o'sha testingni yechib, til o'rganib. Kech bo'lyapti. Belta mayli, xayr, paka. Akajon, mana pul. Kimga beray? Koreys akaga beraymi? Asiyo. Hassa. Bir soatdan kelamiz, chiqib ketib qolmang, xo'pmi? Yo, o'zbekcha gapirdimi Koreys aka? Shunchalik madaniyatli ham bo'ladimi, ha? Men uchun xijolat bo'lmasin deb o'zbekcha gapirdilar. Buni Shahri ko'rmadi-da. Va Shahri uzr, yana bezovta qildim, jo'ra. Menga qarasan, o'zi qayerga ketmoqchi eding? Yaponiyaga, jo'ra, Yaponiyaga. Yaponiya? Sen jinnimisan? Osonmi Yaponiyaga ketish? Seni ular imtihondan yiqitadi. 1000 til o'rgan, 1000 testdan yech. Seni yiqitishadi, pulini bermasang keta olmaysan. Men akalarga pulni berdim, mana 2 soat bo'ldi ketganiga, hali yo'q. 2 soat? Shahri kelarmikan bular? Yo, Rossiyadan bo'ldimi, nima balo? Yo. Shahri, iltimos telefoningni ko'tar, qayoqdasan? Bobur. Shahri, jo'ra qanday yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Kelmaysan deb o'ylagandim. Qani ular keldimi? Pul-mulni berdim ish qilib. Yo'q, 8 soatdan beri ketgan, pulimni olib kelgani yo'q. Battar bo'lsan, xo'pmi? Rossiyaga bordim, sen ko'zing ochilmadi, sen bolani o'zi bor-ku. Endi yigitchilikda bo'ladi-da, jo'ra. Men dadamning pulini berib yubordim ularga. Zo'r qilibsan. Jo'ra, sen Yaponiyaga qanday ketyapsan? Menga ham o'rgat. Borasanmi? Ha? Qara, oddiy. Migratsiyaga borasan. Ular mono markaziga jo'natadi. Bu yerda 6 oylik kurs bor. Yaxshilab kasb hunar o'rganasan, til o'rganasan. Tilni o'rganib bo'lganingdan keyin ular sen Yaponiyaga jo'natadi, jo'ra. Yo'q, Yaponiyaga o'zlari jo'natadimi? O'zlari jo'natadi. Eng muhimini aytaymi, Bobur? Bu yoqda bor-ku, oyligi dahshat ekan, jo'ra. Yo'q. Bo'ldi, men $1000 beraman. Men ham gaplash ketaman. Hali ham yosh bo'lasan, Bobur. Nimaga? Yo'qda o'qish ham hamma narsa mutlaqo tekin, Bobur. O'zi harakat qilsang bo'ldi, jo'ra. Men Yaponiyaga boraman. Oshin o'sha yerdami? Oshin ham bor, hammasi. Bo'ldi. Telefon bo'lyapti. Qadaymi? Yo'q. Alo. Ha, aka, insof bormi? 8 soat bo'ldi, pulimni qaytarasizmi yo'qmi? $1000 bersang, olib ketaman Koreyaga deb, yetmayapti. Bor yo'qol Koreyaga. Xo'p. Yo'q, bo'ldi. Ha, aka, bergan pulimni bitta joyingizga tiqib qo'ying. Qarg'adim sizda.